mumkin bo'lgan portal bor desam ishonasizmi? Ha, shunday portal mavjud. Bu portal orqali siz Cracking mobining dunyosiga o'tib qolasiz. Bizning maqsadimiz esa bu yerni to'liq o'rganib chiqish. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Joyingizga qulayroq o'tirib oling, unda biz boshladik. Va biz spawn bo'ldik va do'stlar, biza ko'rishimiz mumkinki, biz inventarda mana bunday narsa bor. Ya'ni bu kitob orqali do'stlar biza bu mod haqida bor ma'lumotlarni bilsak bo'lar ekan. Biz Pelgardenni topishimiz kerak. U yerda mana bunaqa portal bor joyini topishimiz kerak ekan. Okey. Zajgalkano portal yoqishimiz kerak ekan va u yerdagi ruda va narsalarni yig'sak bo'lar ekan. Ularni o'ldirishimiz kerak ekan. Bu yerda turli xil bosslar, bu ajoyib bo'lgan o'simliklar bor ekan. Kalit topib, mana bunday sandiqni ochsak ham bo'lar ekan. Mana bunday g'aroyib bo'lgan artefaktlar ham bo'lar ekan u yerda. Va bu yerda juda ham ko'p bo'lgan yana narsalar bor ekan. Okey, biz uni bilib oldik. Va mana bunday qaraydigan bo'lsak do'stlar, bizda mana bu o'sha portal bor joy bor mana bu yerda. Okey, bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda albatta daraxt yig'ishimiz kerak. Ozgina daraxt yig'ib oldik va biz o'zimizga versak yasashimiz kerak. Albatta ozgina daraxt, ana daraxt qilib olamiz va versak yasaymiz va albatta tosh aslahalar ham yasab olishimiz kerak. Buning uchun bizga mana bu tomonda mana tosh bor ekan. Bu joyga kelamiz va o'zimizga biz palka yasashimiz kerak. Albatta, palkadan tashqari o'zimizga biz kirka yasashimiz kerakda va u toshni qaziymiz. Hozircha mana shuncha tosh yetadi va biz o'zimizga hozir ozgina palka yasab va o'zimizga kerak bo'ladigan tosh aslahalarni yasab olamiz. Biz endi qanaqasigadir u yerga tepaga chiqishimiz kerak. Okey, biz tepaga qarab suzishimiz kerak. U yerda menimcha hozir bizni juda ham ko'p bo'lgan qanaqadir g'aroyib bo'lgan moblar kutib oladi. Katta ehtimol bilan menimcha shunday bo'ladi. Hozir tepaga chiqaveraylik-chi, ko'ramiz nimalar bor ekan u yerda. Menimcha sal bo'lsa ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bu yerda. Qani suvga ana endi yaxshi qaranglar. Biz qanaqadir joyga kelib qoldik. Bu yerda qanaqadir toshlar bor ekan va qanaqadir mana bu yerda mob bor ekan. Bu mob nimagadir bizga tegmayapti. Yo'q, nimaga bu bizga tegmayapti? Menimcha buni urishimiz kerak, lekin negadir men uni urgim kelmayapti. Qani buni sekin pastga tushirib yuborsak bo'larmikan? Men bu ishni bekor qildim. Menimcha u meni qulashni boshladi. Okey, biz tepaga chiqishimiz kerak. Okey, brat, siz meni tuta olmaysiz hech qanaqasiga. Men tepaga chiqib oldim. Ana shu tepaga chiqadigan chiqishimiz kerak menimcha. Biz portal topishimiz kerak, obunachilar. Portal topishimiz kerak. Mana obunachilar, biz qayerdandir chiqdik. Voy, men qo'rqib ketdim. Va nihoyat men bu yerga zo'rg'a qaytib keldim. Endi biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak menimcha. Ana u o'lgur biz tomon kelishi mumkin ekan obunachilar. Biz qayerga borishimiz kerak? Men umuman tushunmayapman. Mana bu yerda bunaqa takich bor ekan do'stlar. Mana shu tomon biz chiqishimiz kerak menimcha. Bu meni orqamdan siraz yurishni boshladimi? Tepaga ham qaraylik. Bu yerda ham nimadir kelib qolishi